sizlarga Agrobankdan chiqadigan kreditlar yo'nalishlari uchun hozir 3-chi yo'nalish hozirgi kunda 25% kreditlarimiz 1% bank avansidan ketadigan foizlar bo'lsa 17% sug'urta asosida kreditlarni to'liq muddatga 6 oy imtiyoz davri o'z-o'zini band qilgan shaxs bo'lsa bo'ldi. Sug'urta puli ortiqcha to'lov yo'q, faqatgina 400 ga bandlik uchun to'lov qilinadi. Bo'ldi. Hozirgi kunda 12,5% dan 7 yil muddatgacha kreditlarimiz bor. 7 million so'mgacha. Hozirgi kunda. Ertaroq bu naqd pul ko'rinishida bor, plastik ko'rinishda ITM sistema usuli bor. Agar siz naqd pulni olaman desangiz 18% beradi. 18 oy muddatga. Persiyadan viloyat bo'lsa 7 yilgacha qishloq xo'jalik texnikasi chorvachilik uchun ochilib bo'ladi. Ochilib bo'ladi. Hozirgi kunda yana yangi tartib qo'shilyapti. Xudo xohlasa 10% dan 10 yil muddatga to'liq imtiyoz davri bilan 2 milliardgacha beriladi. Bu hozirgi kunda ijtimoiy